Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana bir korpusimiz chiqdi. Adres Karat kafening doğrusunda. Şuradan yetkazinglar, şurada xudo xolasa birinchi etajda. Korpusimizni ichiga kiradigan bo'lsak, korpusimiz ichiga girganlik dalani, dalani ko'rib o'tasizlar. Oboylar qurilgan mashinasini, eshiklar, damir eshiklardan qo'yilgan, avtomatlar qo'yilgan zamonaviy. Har xonasini oddiy avtomatdan qo'yilgan. Patologlarimiz plyontusga qistirilib, plastik atılıp turibdi. Kafena gipsokart atılıp turibdi. Galoyerlar qo'yilgan. Bu yanımızda sanuzeli görüp o'tasizlar. Eshiklar MDF eshiklar. Sanuzeli Pomnin Otido kafe bo'lgan. Shivaki arisollar qo'yilgan. Görüp o'tasizlar. Bu yanımızda unitazlari qo'yilgan. Türkmenlik originalini vannalar qo'yilgan. Svistirlar ham yaxshidan qo'yilgan. Joyimiz Pony her xonasında qalları var. Joyimiz aytib o'tsam, hamma xonasında to'pli pol bo'lgan. Dalanın necə to'pli pol bo'lgan. Yanımız kuxnisi ham görüb o'tasizlar. Kuxnisi ham normal, divan kichik emas, keng. Kuxnisində jaluzilari bo'lgan, oq aynalardan qo'yilgan, lyustralar ham qo'yilgan, yaxshidan, zo'rundan, zamonaviy tumalak lyustralardan qo'yilgan. Kuxni mebellar ham yaxshidan qo'yilgan. Görüb o'tasizlar, gaz filtrlari ham yaxshi gaz filtrlardan qo'yilgan. Bir ayol adam girip yaşamagan bulunmalarında tuttu, görüp ötesi hiç kası işletilmeyeli. Yanımızda yer adam olsak, yanımızda zalamdım gen düşken, perdeler koyulgan, lüstralar, ulu lüstra, yaxşı lüstradan koyulgan, aboylara moşya boyladan olgan, qallara mazlusundan, zorundan döşəlib turibdi, qallara görüp ötesi akurat, çok cəhət remont etkiler zayımızı, perdelerim yaxşı perdelerden koyulan görüp ötesi. Yanımızda cayımızda katyoldan görüp ötesi, katyolam yaxşı Orbek katyoladan koyulgan. Yanımızda çok lipol genyi görüp ötesi. Yanımızda MDF işler. Yanımız Spalnisi hem gen düşken, Spalnisinin hem lüstrası, aboylar şu aboy yaxşı aboyladan, moşya aboyladan vurulgan. Patolog bo'lgan, plyontusga qistirilgan, jaluzilar, perdelar qistirilgan, aynalar akvaynalardan qistirilgan. Joyimiz narxini aytadigan bo'lsak, narxini shu yerda yozib qoldiramiz, egalarining nomeri bilan. Agar kim qiziqtirsa, murojaat etaverasizlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bir like bosib qo'yasizlar. Kimda sotiladigan joy, yer o'rni, yer plan, ijaraga bermoqchi, ijaraga olmoqchi bo'lsa, o'zlarimiz nomerga murojaat etsanglar, o'zlarimiz borib, yaxshi baholarda olib berib, yaxshi baholarda beramiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana bir marta bir like bosib qo'yasizlar.